Hammamizga ma'lum bo'lganidek, qadimdan tortib janglarda bayroqlarning ko'tarilishi an'anaviy shaklda davom qilib kelmoqda. Urushmoqchi bo'lgan ikki taraf bayroqlarni ko'tarib turishidi. Bayroqning tikilib turishi shu guruhning mavjudligining va g'olibligining alomati. Bayroqning yiqilishi bo'lsa, shu guruhning mag'lubiyatining alomati. Shuning uchun ikkili taraf o'z bayrog'ini tiklash, muxoliflarning bayrog'ini yiqitish uchun tirishidi. Qandaqli bo'lmasin, bayroq har vaqt tik turishi kerak. Chunki bu jangchilarning ma'naviyatiga ta'sir qiladi. Bayroq tik turganda jangchilar shu bayroq ostida birlashidi va o'zlarining sabdoshlari bilan tepishidi. Bu orqali ma'naviyatlari ko'tariladi. Shuning uchun dushman ham bayroqqa hujum qilib, bayroq ko'targanlarni yo'qotishga harakat qiladi. Demak, bu bir parcha latining kishilarning ma'naviyatiga shunchalik ta'sir bor. O'z navbatida islomning ham shiorlari va bayroqlar bo'lib, bulardan masalan ayollarning hijobi, erlarning soqollari islomning shiorlaridan. Shuning uchun ham musulmon ayollarning beshidagi bir parchalarga qarshi qanchilgan kurashlar elib berilmoqda. Masxarvozliklar, yigilashlar va qarshi turishga uchirmoqda. Qaraydigan bo'lsak, Yahudi va Xristian murtlarning ayollari o'z hijoblarini kiyishi, erlari soqollarini qo'yishi hech qanday ayib uchirmaydi. Lekin bir musulmon ayolning hijoblanishi, musulmon erkakning soqol qo'yishi har tarafdan kamsitilishga, haqorat qilishga va ayblashga uchirmoqda. Dunyodagi eng chong aldamchilik bo'lgan demokratiyaning har qanday xunuk, buzuq insonlarning har qanday holatda yashashiga erkinlik berganligini, lekin pokiza musulmonlarning iffatli hayot kechirishini qonunsizlik deb qarayotganligini ko'rsiz. Ajiba hijob ularning shiorlari bo'yicha ularning kishilik huquqi emasmidi? Mana bu kishilar tushunmayotgan yoki tushunsa tushunishni xohlamayotgan bir haqiqat. Buni tushunmagan ba'zi jahil kishilar soqolning islomdan emasligini, hijobning islomdan emasligini ko'tarib chiqib, tog'utlarning islom bayrog'ini yiqitish uchun yordamchilik rolini o'ynamoqda. Va bir parcha latta o'rib olganga nima bo'ladi? Qalbing pokiz bo'lsa bo'ldi deyishmoqda. Undaqda urushda bir parcha latta ko'targanga nima bo'ladi? Shu bayroqni qalbingni ko'tar deyilsa, hech kishi albatta buni unutmaydi. Nimishqa urushlarda bir parcha bayroq yiqilsa, lashkarlar mag'lub bo'ldik deb taslim bo'lishga boshlaydi. Aksicha shu bayroq ko'tarilib turganda g'olibmiz deb mustahkam turishidi. Mana bu bir parcha oddiy lati bo'lsa-mu, buning zohir bo'lib turishi kishilarning ma'naviyatiga g'oyat zo'r ta'sir bor. Soqol va hijobning oshkor bo'lishi shu joyda islomning borligining simovuli. Lekin ba'zi kishilar aytishmoqdaki, hijob ayollarning maktablarga berishiga, turmushdagi ishlarni qilishiga qulaysizlik paydo qiladi deb aytmoqda. Qaraydigan bo'lsak, dunyodagi eng nozik kasblar bilan shug'ullanganlarning qatma-qat kiyimlar bilan mashg'ulot olib berayotganligini ko'rsiz. Bulardan doktorlik, insonlarning hayotiga munosabatlik, inchika operatsiya ishlarini qilganda butun atrofini o'rab turib qiladi. Lekin hech kishi ularga bundaq o'rin olganda xizmatga qulaysizlik, ig'irlik kelib chiqishini, bemorlarning hayotiga ta'sir ko'rsatganligini so'zlamaydi. Demak, bu bahonalar islom bayroqlariga, shiorlarga hujum qilinishining pardozlangan shakli xolos. Shunga har qanday tajovuzchi bir yurtni ishg'ol qilganda oldi bilan shu hijobga kurash boshlaydi. Albatta ular bu bir parcha raqtin emas, balki uning orqasida turgan saf islom aqidasidan xavfsiraydi. Bu iffatlik, aqidalik, afifa ayollarning vujudidan din dushmanlarining ko'nglini ko'kka so'raydigan g'ayratlik avlodlarning yetishib chiqishidan ansiraydi. Shu ular pokiza mu'min hamshirlarga atalmish erkinlik, barobarlik, ayollar huquqi qatorliq yaltiroq shiorlar orqali ummatning kelgusi bo'lgan avlodlarimizning tarbiyachisi bo'lgan onalarga yovuz qo'llarini sunmoqda. Ey musulmonlar, agar toqatinglar yetar ekan, islom bayroqlarini va shiorlarini mahkam tutinglar. Xuddi sahoba-kiram Ja'far ibn Abu Talib islom bayrog'ining yiqilmasligi uchun ikki qo'li kesilganda ham bo'yni bilan bayroqni tiklab turganidek, islom bayroqlarini egiz ko'taringlar. Mana bu bizning kufr bilan bo'lgan ma'naviy ko'rishimizdir. Ma'naviy jihatda yengilmagan har qanday bir qo'shin hammani o'rnidan dasturdi.